Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun biza Zargarlik mahalla Xurzamon ko'chasiga kelganmiz. Antena ko'chasi desa hamma bilar ekan. Hozir uyda 10 sotiklik hovli bu. Hozir ichlarini ko'rsatamiz. Hovlimizga kirishda mana bu darvozaxonasi ancha kattagina. Chap tomonga 5 xona, oldi ayvoni bor ekan. Tagi podval bilan bitta xonasi. To'g'rida oshxonaga mo'ljallangan, yonida sauna ekan. Hovlimiz 10 sotik. O'ng tomonga mana bu sanuzel qismi bitta xona tashlangan ekan. Yonida 50 ta qo'yga mo'ljallangan qo'y xonasi bor ekan. Bu hovlimizda asosiy binosiga kirish eshigi. Kirgandan juda kattagina ayvoni bor ekan. Hol desak ham bo'ladi. Kirishdan o'ng tomonga 2 ta xona, chap tomonga 2 ta xona bor ekan. Hozir xonalarni birma-bir ko'rsatamiz. Uyimizda eshik derazalari yog'ochdan ekan. Mana bu ko'rib turganlaring mehmonxonasi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib patologlar qilib qo'yishgan ekan, qandillargacha ilib qo'yishgan. Tagi pol qilingan ekan. Mana bu otopleniyalarni ham o'tkazib qo'yishgan ekan, trubalarni. Montajlarini tayyor qilib qo'yishgan. Bunisi yotoqxona qismi ekan. Mana ko'rib turibsizlar, qandillargacha ilib qo'yilgan. Bu tomonda yana 2 ta xonamiz bor. Uni ichkarilarini ko'rsatamiz hozir. Mana bu yerda 2 ta ichma-ich xona qilingan ekan. Eshiklarni ham mana katta qilib qo'yishgan. Bu yotoqxonaga mo'ljallangan ekan. Mana bu o'tiradigan xona qilib qo'yishgan. Ko'rib turibsizlar, remontlari ham tayyor holatda. Bu mehmonxonamizni tagi mana podval qilingan. Podval ham ancha baland ekan. Chamasi bir 2,5 metr, 280. Mana bunisi oshxonaga tashlab ketilgan ekan, mo'ljallanib. Yoniga sauna basseynga mo'ljallangan ekan. Uyimizni tom qismi tunka bilan yopilgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, juda sifatli yopilgan. Mana bu tomoni hammom bilan hojatxonaga mo'ljallangan ekan. Tagi podval qilib yomkichlarigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Mana bu xona ham bitta o'tiradigan xona qilingan ekan. Shu xonani ichidan hammomga, hojatxonaga o'tadigan qilib eshik qo'yilgan ekan. Mana bu xonasi alohida qilib bitta mehmonxona tashlab ketilgan ekan. Mehmonxona ham ancha baland qilingan ekan. O'zlaring ko'rib guvoh bo'lishlari mumkin. Bu tomonimizga 50 ta qo'yga mo'ljallangan qo'yxona qilingan ekan. Ana shu video davomida ko'rgan uylaringning narxini egalari 88 ming deyishuvdi. Biza savdolashib 73 mingga qo'ydik. Yana kelsanglar joyiga kelishtirib o'zimiz olib beramiz. Cash Universal Bozor #1 like boss. Obunabol.